Mehr Muruvvat xayriya jamoat fondi saxiy insonlarimizni homiylik mablag'lariga Mehr Muruvvat uyini qurishda davom etadi. Xonjon akamiz bizni mana shu santexnika, mana shu aristonlarda o'rnatgan ustalarimizni bosh usta bo'ladilar. Jahongir aka, homiylar. Hozir nimalar o'rnatildi aka? Hozir mana отопление isitish sistemalari, batareyalar qo'yilib, montajlari bo'lib, mana kotellar qo'yildi. Duh konturli kotellar ham issiq suv beradi hammomlarga, ham xonani isitadi shu batareyalarda. Mana shu tushgan isitadi, hammomda ham. Duh konturli kotel deydi. Hozir nechta xonadonga o'rnatilgan akajon? Hozir bugun 4 ta xonadonga o'rnatdik. Xudo xolasa bir haftada hammasini o'rnatib tugatamiz. Kotellar keldi. Hozir u yuqorida teshilgan joyimizga nima keladi? Unga endi mana yerda gaz bo'ladi, gaz filtra. Gaz filtraga vitishkaga chiqarib yuboriladi. Teshik, teshigi, kotelniki отдельный o'zi shunday teshildi. Dimoxodga qoldi teshigi. Hozir kotelnikini ham teshishdi. Kotelnikini teshishdi, 20 ta teshik teshib chiqdi hammasini. Kotellar o'rnatilyapti hozir. Kotel o'rnatish ishlarini davom ettiryapmiz Mehr Muruvvat uylarimizga. Bunday batareyalar har bitta xonaga o'rnatilmoqda. Mehr Muruvvat uyimizga Jahongir akamiz boshchiligidagi ustalarimiz o'rnatib turishgan kotellarimizni mana hozir ikkita kvartiraniki chiqib turibdi tashqariga. Yuqoridagi mana bu shu tuynuklardan qolgan kotellarimiz ham chiqadi. Jahongir aka, xudo xolasa. Mana shu ikkita tuynuklardan kotelniki va gazniki chiqadi. Dimoxodlar chiqadi. Dimoxodlar chiqadi xudo xolasa. Mana birinchi qavatimizdagi ikkita kvartiramiz tayyor. Xuddi shunday arqa tomonimizda qolgan kvartiralarimizga ham mana shunday tayyor bo'lib turibdi xudo xolasa. Hozir mana Mehr Muruvvat uyini ort tomonini ko'rsatyapmiz. Mana birinchi qavatdagi ikkita xonadonda kotellarni o'sha tashqi dimoxodlari chiqib tayyor turibdi va yuqoridagi xonadonlarga ham mana barcha o'sha tuynuklar chiqarildi. Ikkitadan tuynik kotel uchun va dimoxodlar uchun, oshxona dimoxodlari uchun tayyor bo'ldi xudo xolasa. Yana davom etamiz homiyimiz yordamlari bilan Mehr Muruvvat uyini qurishda davom etamiz va zarur o'sha o'rnatiladigan kotellarni o'rnatishda davom etamiz xudo xolasa.